Assalomu alaykum, hurmatli Lider Mayish Texnikasi kanalidagi kuzatuvchilari, sog'mi-salomonmisizlar? Xudo xolasa Lider Mayish Texnikada finalniy skidga bo'ladi bugun. Videoni oxiridan ko'ring, afsuslanmaysiz. Bugun kommentariya shovini zo'rini qo'yib beraman. Va'da etmadim. Yangilar zo'r kommentariya shov qo'yib beraman. Sezonunda eng kerakli narsa hammaga televizor kerak bo'lib turibdi. Televizorlarning narxini sindiramiz. Video davomida ko'rib borasizlar. Shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. 30-dekabr kuni soat 4:00 da Vishkin yanında Lider Mayish Texnikasini hammangizni taklif etib qolamiz. 4 tane Spark, 40 tane Bitoy texnikani g'olibini hammangizni ko'zlaringizda oldinda aniqlaymiz. Biletlarni olib kelsanglar, qo'ldan kelgancha ular ham bir o'yin etib, bir podarki berishni niyat qilib turibmiz, xudo xolasa. Qani ko'p cho'zib o'tirmaymiz, boshlaymiz. Nov aksiya qo'yatir ekan, bu nechta aksiya ekan deysizmi? Ozgina sabr etib turasiz, kommentariya shovini tushuntirib o'taman, keyin narxlarni skidga keltirib sindirib boshlaymiz. Her safar aytaradim, her yil yangi yilga qarab turib, finalniy skidkada kommentariya shov qo'yib beraman. Har doim bizlarning podpischiklari like bosib, qo'llab-quvvatlab turadigan yurtdoshlar uchun 1 emas, 2 emas, 3 emas, 10 dana plisosni tekina beramiz. Shartlarini tushuntirib o'taman. Ishda turgan Samsung kompaniyaning 10 dana plisosidan birisi sizniki bo'lishi mumkin. Mutlaqo tekin. Buni sharti shu videoni tena xohlaganchalik kommentariya yozasiz, 10 dana do'stingizga yuborib qo'yasiz. 31-dekabr kuni ya 30-dekabr kuni taxminiy 10 dana plisosning g'olibini aniqlaymiz. Qani yozib turadinglar, menga chiqmaydi debdi, men o'tmaydi, endi 10 dana qo'ydik. 10 dana endi o'tib olishimiz shart endi. Eng qiziqi endi aksiyalarni, jillalarni boshlaymiz. O'zbekistonda eng global eng ko'p olinib turgan narsa televizor. Televizorlarning narxlari sun'iy ko'tarilishni boshlagan vaqtida bir vaqtda bizlar narxini sindirib boshlaymiz, xudo xolasa. O'zbekistonda yo'q narx. 100% dip boy yerdan narxini solishtirib ko'raverasiz. Mega kompaniyani 50 dyumlik televizori 3 yil kafolati bor, Android sistemada ishlaydi, голосовой управлениялari bor, ekranida zachtasi bor. Originalini hammada 5 million so'mlik narsani men sizlarga 2,5 million so'mga skidga etib beraman. 1 dana emas, 2 dana emas, 1000 dana qo'yib beraman. 1000 dana sklotimizda turibdi. Kelasiz 2,5 million so'mdan xarid etib ketasiz. Xo'p, tushundik, narxini zo'r aytdingiz, sifatini ichga kelganda turibsizmi? Sifatan bomba oshi. Birinchi cho'tda original mega kompaniyaniki, голосовой управленияsi bor. Yani naklenka emas, o'zi original. Ekranında zashta bor. E'tibor bering, 1.27 dyumlik televizorlarni 99%'inde ekranda zashta bo'lmaydi. Bize 1.27 santimetrlik 50 dyumlik bo'lgan mega kompaniyani ekranında zashtasi bor. Android sistemada 3 yil kafolati bor. 3 yildan buzilib qoladigan bo'lsa, uyingizga borib zatib berish, hamma narsa uyingizga borishimiz ham mumkin, kelsangiz almashab ham berishimiz mumkin. Sifatli mahsulot. Yine ko'rsat. YouTube deysizmi, Google Play, korotchi hamma narsasi bor. Buni narxini o'zlarimiz 5 million so'mdan sotganmiz. Dur, endi yangi yil kelatir, bir xalqimizga bir yangilik etik degan maqsadida 2,5 million so'mga tushirdik. 31-dekabrdan bu aksiyamiz davom etadi. Desanglar 1 emas, 2 emas, 1000 dana tushirib qo'yibmiz. Bu hammasi sizlar uchun. Xudo xolasa Lider Mayish Texnikasi magazinlarini hamma filiallarida amal etadi bu aksiyamiz. Endi hozir noni sezoni, televizorning sezoni. Televizorlar yo'qmi? 50lik kerakmidi? 32lik, 43lik, 55lik, 75lik televizor olacakman desanglar, ularni balandga chiqib hozir ulardan bo'lib turgan aksiyalarni tanishtirib o'tamiz. Boshda avtomat kir mashinadan boshlaylik, avtomatlardan nov aksiya qo'yganmiz. Avtomatlarni narxlarini sindiramiz, podarkilarni zo'r qilib beramiz, dostavkasini, ustanovkasini tekin qilib beramiz. Bu aksiyamiz finalniy aksiya 31-dekabrdan amal etadi, xudo xolasa. LG kompaniyasi 5 million 400'deki 4 million 900'e tushgan. Xalq azasizmi 4,5 million so'mga beramiz. LG 6,5 million so'mlik 5,5 million so'mga tushgan. 5 million so'mga beramiz. Liboy birsini ko'rs. Beko 8 kilolik 6 million 800'deki 6 million 300 ming so'mga tushgan. Liboy birsini xarid etib olasizlar, xudo xolasa yanında bir dana prisosi, bir dana quyosh pechkisi, mont kazani, parutiki, blenderi, chopperi, ütük stolu, su shilkasi. Yo'q uka, menchallama bu podarkilaring kerakmi deysizmi? Unda sizga podarkini zo'rini qo'yib beraman. Undan ham boshqacha podarki. Mana. Bir dana Zepter nabori 1,5 million so'mlik, 1,5 million so'mlik mikrovolnovkasi, 1,5 million so'mlik magnat chalakli plisosi, bir dana blenderi, termopoti, choynikini tekina beramiz. Xohlasangiz suv sovg'alarni oling, xohlasangiz buni oling. Yo'q, bular kerakmaydi desangiz, bir dana zo'rindan televizor qo'shib beramiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, 2,5 million so'mdan boshlab 10 million so'mga дейін kir mashin bor. Bu sizni tanlovingiz. Xohlasangiz LG oling, xohlasangiz Zifler oling. Ziber kir mashini o'zlarimiz 6 million, 5 million sotganmiz. Hozir 4 million so'm skidga tushgan. Endi kalkulyatorni oling. 4 million so'mga 8 kilolik kir mashin bersak sizga,
Demek 4 milyon so'm xarid etib oldingiz. Endi siz ancha so'm tushishini hisoblayman. 3 yil kafolati bor, mega kompaniyaniki, 3 yil garantiyali, original. Buni 1,5 milyon so'm. Mega kompaniyani chalakli pilisosi, kichkina pilisos emas, 1,5 milyon. 2-3 milyon bo'ldi-ku. Inabınız 300 ming so'm, 3 milyon 300. Inabınız 300 ming so'm, 3 milyon 600. Inabınız 200 ming so'm, 3 milyon 800 ming so'm. Inabınız 200 ming so'm. 4 milyon so'm. 4 milyona 4 milyonluk padarki. Yok, ular gerek miydi bana bularni istesiz? Bir tane zorundan televizor qo'shib beramiz. Bu aksiya faqatgina 31 dekabrda Liderning Vishkin yanında filialında amal etadi. Xudo xolasa 30 dekabr günü 4:00 yana Spark'ning g'oliblaridan birgalikda sizlar bilan aniqlaymiz. Yana bir ikki dana narx aytib o'tib keting, xalq azassin. Ayva kompaniyaning 10 kiloluk kir mashina o'zi hozir narxini olib tashladik. Nechun sizlarga skidka aytish uchun 6,5 milyon, 7 milyonluk 10 kiloluk kir mashinani 4 milyon 900 ming so'm atib beramiz. Bu faqat Lider nomer 1'da bo'ladi. Immer kir mashina 8 kiloluk bo'ladi. 4 milyon 600 ming so'mdan 3 milyon 800 ming so'm tushirganman. 8 kiloluk kir mashinani 3 milyon 800 olib turib, padarkilarni olsangiz, bu sizga muta tushib turibdi-ku. Zifler kir mashinalaridan ham keladigan bo'lsak, Ziflerni ine ko'rsin. Zifler 8 kiloluk. Bulardan endi min deydi, do'stlar. Assortiment juda ko'p. İçinde birdan ikki dana qollar ham bor. Yilning yakuni. Bizning maqsadimiz hammasini tozalash, tamomlash. Keyingi yillar toza assortimentlar bilan, yana toza aksiyalar bilan chiqish uchun bularni tamomlashni niyat qilib video izlab turibmiz. Ishi ko'rib turamiz, 8 kilolukimiz. Vaqtida 6 milyon, 6,5 milyon so'm sotilgan. Sizga 2 milyon 900 ming so'm atib beraman. Liboy yerni narxini solishtirib ko'ring. Liboy prямо xola internet saytlaringizdan ko'ring. 2 milyon 900 ming so'm 3+ kategoriyada ishlaydigan original. To'g'ri 2 milyon 600 ming so'm boshqa do'konlarda bor. Lekin bizning 300 ming so'm nega qimmat? Birinchidan padarkilarimiz bor. 300 ming so'm padarki, minchalik padarki hech kim bermaydi. Ikkinchisi, bu 2 zashtali bo'ladi. 2 zashtali. Uchinchisi ichini ko'rsat. İçini kattaligini ko'rsat, kattaligini ko'rsat. Kir mashinasini Liboyer bilan narxini ham, sifatini ham solishtirib kelavering. Xudo xolasa kir mashinada assortimentni ichidan saylab olaman deb turibmisiz? Biz sizga eng zo'r yechim Lider nomer 1'da bo'ladi. Endi hozir metan uchort bo'lib turibdi, uka Xorazmdan kelishim qiyin bo'lib turibdi deb turibmisiz? Unga ham yechim aytganmiz, xudo xolasa. Shopir og'alarimiz sizlar uchun zo'r yangilik etdik. Shopirma uka, ina tex pasportim, ina pravom deb turib mashinada ekanligini ko'rsangiz, bizdan emas xarid etib olsanglar, 100 ming so'm pul bilan bir dana padarkisini do'kon nomidan bayramadin tekina beramiz. Hem metaningiz muta tushadi, hem padarkini olib yengan borib kontrast xudo xolasa. Nechun aytib turibmiz bu aksiyani? Odam ko'p, kelib turgan odam ko'p, lekin prosta ko'p shopirlar turibdi, uka yo'l uzoq, metan yo'q, da qiynalib kelib turadi. Ana sizga metan nechim? Hem 100 ming so'm pul, hem bir padarki Lider nomer 1'dan bo'ladi. Yana klientlarimiz kelib turibdi. Endi xolodilniklarga keladigan bo'lsa, xolodilniklarimizda xohlagan turingiz bor. Vestel kompaniyasi 17 milyon bor, 15 milyon 400 ming so'm tushgan. Sizlar lekin 15 milyon 400 emas. 13,5 milyon so'm beraman. Bir dana kan keling. Shundan ko'p narsalar birdan ikki dana qollarni yozilib turgan bahasidan ham skidga berib turibmiz. Ochilmin turganlar ham skidga berib turibmiz. Maqsadimiz no. Gen adamlar bayramda ham quvontirib chiqarib berish, yil bo'yi ish vaziyatdan foyda etdik. Ishini ochilmin turgandan 30-40 100 danalab sotdik. Endi birdan ikki dana qaraganda foydasini qarab turmaymiz. Skidga etib beramiz. Uyingizda ishlatilgan vaj bormidi? Ochilmagandasi ochilmagani bo'ladi, bir dana qandasi shuni chiroylatib upakovka etib beramiz. Liboy bo'lsin. Hammasi skidga tushgan. Shularning ichidan sizga super skidga etib beraman. O'zbekistonda bo'mon narxlarni qo'yib beraman. Indizit 8 milyonluk 6 milyon briza tushadi-ku. Xalq azasin 5,5 milyon so'm beraman. Qarot hammasini gasangda skidga etib beraman. Endi no qo'shib berasan deb tursizmi? Gang ko'rsatamiz. Bir dana televizor, bir dana topazeptor nabori, bir dana mikrovolnovkasi, bir dana pilisosi, blenderi, cho'q anosi, termopoti. Общий qiymatini aytaman. 3 milyon so'm, 3 milyon 300 ming so'm, 1 milyon 500 ming, 4 milyon 800 ming so'm, 1 milyon, 5 milyon 800 ming, 300 ming, 6 milyon 100 ming, 6 milyon 300 ming so'm satib olasiz ish vajdan olsangiz. O'zi asli 6 milyon 100 ming bo'lmaydi bizga satib olsak. Siz satib olsangiz lekin 6 milyon 100 ming so'm bo'ladi buni danalab olsangiz. Yo'q, menga bu padarkilaring kerakmaydi desangiz, bir dana mega kompaniyani avtomat kir mashinasi yaxshisidan bir dana quyosh pechga blender, tik chopper chaynikini qo'shib beramiz. Yo'q, uka, bu ham kerakmaydi dedingiz, unda sizga bir dana Gaspilta Shvayki kompaniyaniki, bir dana Samsung pilisos, bir dana mirovkasi, bir dana sokajimalkasi, chopperi, chaynikini qo'shib beramiz. Ishi 3 xil nabordan birsini olasiz. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, keldingiz 5,5 milyon so'm, 5 milyondan baland bo'lgan hammasini amal etadi. 5,5 milyon so'm ish xoladingizni xarid etib oldingiz. Xo'p, 5,5 milyonga xarid etib olganingizdan keyin sizga
shunchalik sovg'asini qo'shib bersak, uyingizga dostavka etib bersak, 5 milliondan ziyod bo'lgan podarki beramiz. Yo'q uka, men podarkilaring kerakmidi, men yana bir vaqt sotib olayım desangiz size 4 milyon 500 ming so'm pulni qo'lingizga beramiz. Do'kondan xohlasangiz avtomat kirmashi oling, xohlasangiz katta televizor oling, xohlasangiz konditsioner oling. Bu sizni ixtiyoringizda bo'ladi. Endi xudo xolasa balandda chiqib, chiroylatib turib, balandda bo'lib turgan televizorlarda bo'lib turgan aksiyalarni ham tanishtirib o'taman. Xudo xolasa yilning oxiri kelyapti. Nerealniy taklifni lider nomer 1dan kutib oling xudo xolasa. Televizorlarning narxini skidkaga tushiramiz. Skidkaga. Yanında podarkasini beramiz zo'ratib. Liboy yer bilan narx bo'yicha, sifat bo'yicha, podarki bo'yicha raqobat qila olamiz. Uni narx davomida, video davomida narxlarini ko'rib, qo'shib patroq podarkilarimizni ko'rib turib, amin bo'lasiz, like bosasiz, do'konga kelib xarid etasiz xudo xolasa. Gang tushuntiraman. Birinchi bo'lib turib, 32 liklarni ko'rsatdik. 32 liklarimizni eng arzoni 950 ming so'mdan boshlanib turib 2 million so'm deyim bor. Bular endi meda chudatib o'tirmayman. 3 dana podarkini pastdan saylab olasiz. 3 dana blender, termopod, sokajimalki, liboy narsa 3 dana podarkini saylab olasiz bunga. Endi eng glavnisi, az 32 liklarga talab katta emas, 43 lik, 50 lik, 55 liklarga talab katta. Ulardan chiq aksiya bo'lib turibdi, narxlardan chiqib bo'lib turibdi deb turibsizmi? Qarang, 2 million 400 ming so'm bo'lgan, 1 million 800 ming so'mga tushgan. 1 million 800 ming so'mga skidkada. Hali uni yonuna qo'shib beradigan podarkilarimizni ko'rsangiz, bu sizga plusga tushib ketadi, muta. Rosto kompaniya 2 million 902, 2 million 100 ming so'mga tushgan. To'g'ri eshitdingiz, 2 million 100 ming so'mga. Artel kompaniyamiz 2 million 902, 2 million 400 ga tushgan. Ario 3 million 202, 2 million 700 ming so'mga tushgan. Shundidan assortiment uji вообще ko'p, saylab ko'rib olasiz. Endi qarang. Narxini skidkaga tushirganmiz. Endi yonimda non qo'shib berasan desangiz, sizga zo'r taklif beraman. 43 lik liboy turdagi televizorni xarid etib olasiz. Yanında bir dana televizori, anosi, antena, krashteni. Yo'q uka, o'z televizor olib turibman, televizorga yana televizor qo'shib bersang, chataman bu televizorni dedingizmi? Unda sizga Magna kompaniyaning 1,5 million so'm bo'lgan mikrovolnovkasi, Samsung kompaniyaning 1 million bo'lgan pilisosi, antena, krashteni. Endi hisob kitob eting. 1 million 800 ming so'm ya 2 million so'mlikni xarid etib oldim men desangiz, 2 millionlik pul xarid etib olib tursiz. Bir dana mikrovolnovka qo'shib bersam, bir dana pilisos qo'shib bersam, bir dana antena, bir dana krashteni. O'shoda turgan sovg'ani o'zi 2 milliondan ziyod turadi. Sizga tekina tushadi qarochisi. Yilning oxirida deyim, finalniy aksiya bo'lib turibdi. Ulgurib qolinglar. Televizorlarimizni soni cheklangan. Shundan to'p beramiz, xudo xolasa, gasanglar hammasini tushuntirib, chiroylatib beramiz. 1 million 800 dan boshlab 3,5 million so'm deyim bor. Narxina qarab sifati o'zgaradi. Arzon versiyasining narxi arzonmi? Demak, sifat ham o'rtacha bo'ladi. 3 million so'mmi? Demak, sifat ham zo'r bo'ladi. Uni o'zingiz ko'rib, ajratib, qaysi aksiya xarid etib olasiz. Xohlasangiz bir televizor, krashten anten, yo'q, men televizor oldim, televizor kerakli desangiz, bir dana mikrovolnovkasi, pilisosi, krashteni, antenni qo'shib berasiz. O'zingiz televizorli bo'lasiz, yengamasa mikrovolnovka, pilisosli bo'ladi, xudo xolasa. Bular ham garantiyasi bor, berayotgan podarkimizdan. Endi 50 dyumlarga keladigan bo'lsak, 50 dyumliklarni hozir ko'rdinglar, 2,5 million so'm skidkaga tushirib tashladim, 5 millionlikni. Endi kuruvini tushirasanmi desangiz, yo'q, bularni ham tushiramiz. 4 million 900 ming so'mlik, 3 million 900 ga tushgan, 1 million so'm skidka bo'lib turibdi. 4 million 900'deki 4 million 300 ming so'mga tushgan, 600 ming so'm skidka bo'lib turibdi. 5 million 400'deki 4 million 400 ga tushgan. 5 million 900'deki 5 million 300 ga tushgan. LG 6 million 200'deki 5,5 million so'mga tushgan. Endi qaranglar do'stlar. Shu ko'rib turganlaringizda 50 dyumlik deb aytiladi. 1,27 santimetrlik. Hammasini narxi skidkada. Az pastda 2,5 milliona qo'yganimiz oddiy aksiya, super aksiyada qo'ydik yil oxiri uchun. Yo'q, menga u yoqmadi desanglar, o'shadan tanlab olasizlar. Yo'q, ya men podarkisi bilan olasinmi desanglar, o'shadan tanlab olasizlar, xohlanisini yanimdan qo'shib beramiz sizlarga. Xohlasanglar bir dana 43 lik televizori, krashteni, antenni qo'shib beramiz. Bir televizor qo'shib beramiz. Siz 3 million 900 ming so'm olib tursiz. Yanında 3 million so'mlik televizor qo'shib beramiz. 3 million 900 ga o'z televizor oldingiz. 3 millionlik televizor qo'shib beramiz. Ham krashteni, antenni qo'shib beramiz. Yo'q uka, televizor oldim, televizorim bor endi, men boshqa vaz ber dedingizmi? Unda sizga Samsung kompaniyani 1,5 million so'm sotilib turgan pilisosini qo'shib beramiz. To'g'ri eshitdingiz. 1,5 million so'm. Magna kompaniyani 1,5 million so'mlik mikrovolnovkasini qo'shib beramiz. Krashteni, antennani qo'shib beramiz. Uji sizga inshodagi sovg'angiz qiymati 3 milliondan oshdi. 3 million 900 ga televizor olsangiz, 3 milliondan ziyod podarki bersak, bu neda bo'ladi? Lider nomer 1da bo'ladi. Endi tushundim aka, 1,27 liklaringni aytding. 1,40 liklarning narxini tushuntirdi deysizmi? 1,40 liklarimizdan chiroylatib beramiz sizga, xudo xolasa narxlarni. Qarang. Bir chetdan narx aytib turibman, e'tibor berib qarang, biz narximizga ishonamiz. Narxni qo'rqmay aytib chiqamiz. Chunki yozilib turibdi narxlari.
Hamma chiqadi 35 tane padarki beradi, lekin narxini aytmaydi. Kelsangiz o'sha narx boshqacha bo'lib chiqadi. Bizda yozilib turgan narx turadi shöyle, xudo xolasa. 1.40 dyumlik televizorlarimizni bir chetdan tushuntiraman. 5.600 ga 4.900 ga tushgan. 6.300 ga 5.200 ming so'mga tushgan. 6.800 ga 5.600 ming so'mga tushgan. Toshiba kompaniyaniki, chisti Toshibaniki, yaponskiy 6.8 5.600 ga tushgan. Sifatli narsalarni ko'rsatamiz. LG'ni ko'rsat. 7.5 million so'm bo'lgan. 6.5 million so'mga tushgan. Görüp turasınız LG, Toshiba, TCL hamma assortimentidan bor. Bu 1.40 dyum deb aytiladi. 55lik 1.40 santimetr ekrani. Endi qarang, bularga non qo'shib berasan, bularga zo'r padarka bersang kerak. Bu katta televizorku deb tursiz-ku. To'g'ri aytib tursiz. Padarkani zo'r aytib beraman, 1 dan emas, 2 dan emas, 3 dan emas, 4 dan emas, 5 dana padarka qo'shib beraman. 1 dana televizor, 1 dana tapanabori, 1 dana Samsung pilisosi, anteni, krashteni. Ishni ham tushuntirib o'tib ketishim kerak. Ko'rib turgan antenamiz, ya bu o'rsak anten emas, smart box anten bu. Bu original, xudo xolasa hamma kanallar orasini diniq olib beradi. Ishni narsani o'zim 150-200 ming so'm bozorda sotilib o'tirgan narsa. Ishni ham tekina qo'shib beramiz. Bir 55lik televizor xarid etib olasiz, yanında bir televizor, tapanabori, bir Samsung pilisosi, krashteni, antenini tekina beramiz, xudo xolasa. Endi shu o'rinda taklif bo'lishi mumkin. Uka, pulim yetmaydi debdi. O'zi men 55'lik alacakman, lekin pulum 50'lik yetib turibdi. 55'likni padarkilarni olib tashab, skidka etib hisoblab bera olmaysanmi desa, muammo yo'q. Liboy bir mahsulotni, tovarni, pulini skidka etib tashab ham narxini arzon berishimiz mumkin. Masalan, keldingiz, uka 3 televizorini olatirman, masalan, 2,5 million so'm. Lekin padarkilaring kerakmidi uka, hozir pulim yetmaydi deb, shuni arzon ber deysizmi? 1,5 million so'm ham beraveramiz. Sami qilamiz, sizni rozi etib chiqaramiz. Bu aksiyalar o'zini yo'lini. Bizlere gelip turgan her bir klient razı bo'lib chiqdimi ekan bizdan deb qarab turamiz to'g'risi. Ne chunki u bizani ertaga kelajagimiz. Bir klient kelib razı bo'lib chiqib ketsa, ertaga borib reklama qiladi. Bizani do'konni tavsiya qiladi odamlarga. Tavsiya qilgandan keyin bizda savdo ham yaxshi bo'ladi, klientimiz ko'payadi. Maqsadimiz shu. O'zim ham meni yilning oxiri bo'lgani o'zim do'konda o'tiribman. Kelgan klientlar rozimi bizdan norozilik chiqarmaydi debmizmi? Hammasini kontrol etamiz. Kerak yerinde shunchalik odamlardan zarar ham etamiz. Foyda etib turganda zarar bo'ladi. Zarar bo'lganidan baribir klient bo'ladi. Zarar gördük, doğru. Lekin şu klient bizden razı bo'lib ketdimi, bizani reklama etadi. Endi 65'lik televizorlarımıza geladan bo'lsak, 65'lik, 75'liklere zo'r sovg'alar qo'shib beraman. Narxlarni bir qator aytib o'tib ketik. Ina 7 million 900 bo'lgan, 6 million 900 ga tushgan. TCL 8,5 million bo'lgan, 8 million 100 ga tushgan. 3 turda hamma skidkada turibdi. 65, 75, 85 ta skidkada turibdi narxlari. Ular ham assortiment juda katta. Kelasiz, liboy birsini xarid etib olasiz. Yanında birdan avtomat kir mashinasi, zittir nabori, blenderi, anons krashteni, antenini tekina qo'shib beramiz. To'g'ri eshitdingiz. Bir televizor olasiz, avtomati, padarkilarni tekina qo'shib beramiz. Endi tushuntirib bilgan bo'lsam, bu aksiyalarimiz zo'r bo'lib turibdi. 31-dekabrda kelsanglar rozi etib chiqaramiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelganchalik. Her bir klient, her bir mijoz bize uchun muhim. Ne çünkü şu klientlar bor, bize turibmiz bu yerda erkalarni aksiyalarni qo'yib. Sizlar kelib olmasanglar, bu aksiyalar neden bo'ladi? Kelib olib turibsizlarki, yildan o'sib boryapmiz. Yildan zo'r aksiyalarni qilib turibmiz. Sizlarning hammasi sizlarning sabablaringiz bilan. Endi ko'rsat televizorlar, konditsionerlar. Konditsioner ham qish keldi, sovuq tushdi. Endi konditsionerni zo'rini olishingiz kerak. Narxi arzon bo'lishi kerak. Padarkilar zo'r bo'lishi kerakmi? Unda lider nomer 1 aniq keling. Nechunligini aytaman. Görürsün assortimentni. Assortiment o'z yo'luna, narxlar sing'ani o'z yo'luna, padarkilari o'zi bir yo'luna bo'ladi. Qarang, ketdik bir chetdan narx ko'rsatamiz. Grey kompaniyaniki 6 million 100 ga 4 million so'mga tushgan. LG 7 million 200 ga 6 million 200 ming so'mga tushgan. Clio 5 millionlik 3 million 800 ming so'mga tushgan. Monicus 5,5 millionlik 4 million 800 ming so'm, Citronic 6,5'lik 5 million 200, Royson 5 million 100 ga 4 million 100. Liboy birsini xarid etib olasiz, uyingizga olib borib, dostavkasi, ustanovkasi ichida. Endi shu o'rindan aytib o'tib keting. O'shada 100 dana konditsioner turgan bo'lsa, qishda ishidonlari sanoqli. Qishda ishidonlar 4 million 3 million so'm qishda ishidon konditsioner topolmaysiz. Menni ochiq ko'ringini olavering. Nechun qishda ishidonni zo'rlar ham bor, bizda kelsangiz qisqacha tushuntirib o'tamiz. Endi qarang, 4 millionlikini olasizmi, 4 million 700'likini olasizmi, 3 million 800'likini olasiz, farqi yo'q. Yanından on qo'shib beramiz. Bir dana televizor 3 million so'mlik, bir dana 1 million so'mlik pilisosi, bir dana Samsung blenderi. Demak, ishda turgan sovg'ani o'zi 4 milliondan ziyod sovg'ani sizga tekina qo'shib beramiz.
4 milyona konditsioner asas, uyingizni olib borib bersak, ustanovka etib bersak, yanında 4 milyondan ziyod pazar kessak. Endi uyda o'tirmang, galingdan xarid etib keting bo'lgani. Bu aksiyalarimiz yilning oxiriga deyim davom etadi. Xudo xolasa, kommentariy yozib ko'rgan bo'lsangiz 10 dana plisos qo'ydim. Yana aytib o'taman, o'tishni shartlarini. Bu videoni do'stlaringiz 10 dana do'stga suyib berasiz, bizlarga obuna bo'lib qo'yasiz. Xohlaganingiz kommentariy yozasiz, o'tish imkoniyati shunchalik ko'p bo'ladi. Endi gaz plitalarni ham aytib o'tib keting. Gaz plitalarimiz 2 million so'm, 1 million 800 ming so'mdan boshlanadi. 10 million deyim bor. Liboy birsini xaridatsiz, bir dana vitichkasini tekina qo'shib beramiz, xudo xolasa. Bizlardan uzoqlashmanglar, yangiliklar bilan tez-tez chiqib turamiz. Endi bu finalniy skitkani qo'ydik. Bundan boshqa finalniy video bo'lmaydi, aksiya bo'lmaydi. Oxirgisi shu 31-dekabr. Lekin shu mashinani o'ynalajak vaqtimda agar galolmayman 30-dekabr kuni mashinani nedan ko'rsam bo'ladi o'yinni desangiz, ish kanalida prямой efir bo'ladi, xudo xolasa. Kuzatib o'tirib, like bosib turasizlar. Hammaga rahmat.